Bugungi quvonchli kun tavallud ayyomingiz munosabati bilan opajonim sizni qutlash, muborakbod etish maqsadida loyihamizga yaqin bir insoningiz tomonidan sizga o'qib eshittirishim kerak bo'lgan ajoyib bir tabrik xatlarimiz bor qo'limda. Nima deb o'ylaysiz? Ushbu tabriknomalarni sizningcha yaqinlaringiz orasidan aynan kim yo'llagan bo'lishi mumkin? Farzandlarim bo'lsa kerak. Albatta, judayam to'g'ri javob berdingiz. Mana shunday quvonchli kun bilan sizni judayam qattiq yaxshi ko'rib qadrlovchi, hayotingiz mazmuni quvonchi bo'lgan qadrli farzandlaringiz Dilraboxon, Doniyorjon, Dinoraxon, Nosirjon akamiz va keliningiz Nasibaxon opamiz sizni mana shunday quvonchli ayyom tavallud kunlaringiz bilan muborakbod etib qoldilar opajon. Mashalloh. Rahmat. Rahmat sizga ham ijozat bersangiz, mana shunday mehribon va qadrli farzandlaringizni siz tomon o'rin olgan ajoyib, unutilmas bo'lgan tabriknomalarni va dil izhorlarini sizga o'qib eshittirsak maylimi? Bizni tinglay olasizmi? Mayli. Minnatdormiz. Diqqat qilasiz unda. Eshitaman. Aha, chiroyingiz gullar naslidan, go'zallikning naqshisiz ona. Qolishmaysiz bahor faslidan, siz hammadan yaxshisiz ona. Assalomu alaykum. Mening eng aziz insonim, qadri bebahoyim, tengsizim, yerdagi jannatim, gullar ichra rayhonim, aziz jannatim, onajonim. Sizni bugungi quvonchli kun tavallud ayyomingiz bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Umringiz uzoq, tanu joningiz sog' omon bo'lsin. Bunaqangi yoshlarni shukrunalik, quvonchli ayyomlarni ko'pini nishonlash nasib aylasin. Allohimning menga bergan ne'matlardan biri. Men sizni shu qadar qattiq yaxshi ko'ramanki, hatto buni shunchaki so'z bilan ta'riflashga til ham ojizlik qiladi. Boringizga shukrlar bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz bilan men sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Sizga mustahkam sog'lik,